Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görgüçler. Yeni bir katımlık birinci Ölçmez İzler programımızın birinci sahne görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalkun. Kadirli görmelerimiz biz bir kanç gündün bir yan ilanımızda belgendek ictimai uçur vasıtada ve kanallarımızda ilan kıp veriyoruz. Muşu milletimiz içindeki yıldızlarımız, milletin rehberleri, milletki yol başlayan, bu millet için kan ter, cenini, bütün hayatını takdim kılgan, muşu milletin müstakilliği, muşu milletin terakki kılışı için hayatını kurban kılgan şu şahsiyetlerimizni her ayda bir kıtım ekranlarına epkelip, ulanın hayatını bu vatan için, millet için nimelerni kılganlığı, kanday hizmetlerini kılganlığı bir eslep ötüp, özümüzge qaytıdın bir yolumuzda, bu dava yolumuzda, özümüzge qaytıdın bir ruhi güç eliş üçün, uladın bir örnek eliş, ulanın hayatını biliş üçün orlaştıraylı dep məsləhətlər bilen şu yeni programımızda ro'yobga chiqargan boldik. Rabbimning izni bilen bugün huzurunlarda o'ltiribdik. İnşallah Allah ömür berse her ayda bir qatım şu söhbetde bulunuz. İlanımızda belgendek. Bugünkü aziz mehmenim şundaqlı bundan keyinki bu programımızın daimlik aziz mehmeni hürmetlik Doktor Hacı Qutluk Qadir'ini teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp ta Çanakkale'den bu yerge her ay bir qatım kepirdiğim oldu. Allah rahmet etmesin. Amma ma'lum Doktor Kagoshima Xalqaro Universitetidagi mutaxassis, shunday hozir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ninki hem o'qituvchisi takliflik hem tadqiqotchisi bo'lib xizmat qilyapti. Bu fursatda biz albatta doktor bilan shu bugungi birinchi sonimizda shu Sharq Turkiston Cumhuriyetining Tokyodagi iznalari ve General Mahmud Muhiti ve onun septaşlarının Yaponiyada edip bağlan faaliyetleri hakkında toxtulumuz albatta bugün asli birinci sonini bugün 8. 19. günde bugün Mahmud Muhiti hakkında toxtuluşumuzun bir sebep vardı. Çünkü Sharq Turkiston bu meyli 33. yılı kurulan Cumhuriyetimizin olsun, Nurg'un Cumhuriyeti'nin baş rehberleri sabitten olayın bular tuğan yerde nima uchun Mahmud Muhiti'den başlanğandı deb o'ylab qilishinglar mumkin. Çünkü bugün şu her ayda o'rlashtirgan programımızda ma'lum bir tarixga bağlab turib mangamiz inşallah. Bugün şu Cumhuriyetimizniki qo'mondoni general Mahmud Muhiti'nin aksi Musul Hacı Muhiti'ninki vafot bo'lgan kuni Tokyo'da Allah yatgan yerini cennet kılsın deb bunu arzu qilamiz, tileymiz. Şu münasibat biz bu tarix bununla udlikka geldik üçün bugün biz Mahmud Muhiti hakkında, onun faaliyetleri hakkında program qilib o'ltiribdik. Programımız Naq Meydan'dan taqdirlatyapti. YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık ekranlarda çıkıp durayotgan numarımız şundaqla ijtimoiy uçur vasitalaridagi aloqa vasitalarimiz orqali programmamizga aloqador fikr taklif qanday savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undan sonra doktor programımızda başlayıp ketsek, aldı bilen bu programa kirishdim burun hamda şu Ölçmez İzler degan namda sizlar albatta biz bir qancha aydan buyon bu program haqida suhbatlashyapmiz, paranglashayapmiz. Qanday elib berish haqida. Ko'rmalarimiz sizdan bu programma haqida bilishga bir gap anglasa, shundan boshlagan bo'lsak. Bo'ladi, rahmat. Yani Ölçmez İzler namlı bu programımız yani tarixte ötken bizden ediplerimiz, şairlerimiz, yazgıcılarımızınki vafot bo'lgan kunlari, tug'ilgan kunlariga xotir kunlari de bu programlarni o'rinlash orqali kelgusi avlodlarimizni ve yoshlarimizni vatanparvarlik irodasi bilan tarbiyalab, kelgusi vatanimizningki asliga kelishi ve vatanparvarlik iddiasi bilan yoshlarimizni yetilishi uchun Ölçmez İzler'dan iborat bu program orqali keng Uyg'ur jamoatini vatanparvarlik iddiasi bilan kuchlantirish, kelgusi vatanparvarlik iddiasi orqali vatanimizni asliga keltirishga tirishayotgan azimatlarimizning küçük kuch, ro'y qo'sh yuzidan bu programımızı başladık. Bu programımızda yani bugün 8. ayının 19. günüden başlayışımızdaki sebep, yani 8. ayının 19. günü Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti'nin qo'mondoni merhum Mahmud Muhiti'nin aksi
Muslacı muhitinin 1941 yılı 8. ayının 19. günü Tokyo'da kesel sebebinden vafat boğan günü. Yani del bugün merhumga vafat boğalığı 80 yıl. Ben merhumunun vafatı münasebeti bilen, vafatının 80 yıllığı münasebeti bilen Mahmut Muhiti cemiyetinin dünyanın her kaysi yerlerde yaşavatkan uruk tuqqallarga, aile tabatlarga Cenab-ı Allah'tan sabır dileymen ve merhum Muslacı Muhiti'nin mekanının cennette buluşunu, nur içtiği için Allah'tan dileymen. Hemimiz namazlarımızda merhumunun 80 yıllık vafatı münasebeti bilen onun ruhiga dua talavat kısak, elbette Allah Teala kabul kılır dep oylayman. Rahmet. Çok çok rahmet. Hoş, ona biz bugünkü programımızın kahramanım General Mahmut Muhiti. Kim bu vaqtda biraz to'xtalamiz. Mahmut Muhiti yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin harbiy qo'mondoni. Yani aynı yıllardaki Turpan Astana'daki Muhitila ailesininki 3. oğlanı. Yani Muhitila ailesi de Mesut Muhiti, Muslacı Muhiti, Mahmut Muhiti ve Gusul Muhiti'den ibaret 4 perzent bulup bular özlerininki akıl parasti ve dadısının yol kösüşü bilen Orta Asya ve Rusya'da ticaret kılıp merpetperver ilgar Tatar ziyalilerini teklif kılıp Astana'da tuncu kıtım penli mekteplerini açkan ve Turpan Astana'da fabrika, paxta fabrika zavutlarını kurgan Turpan'daki danlıq merpetperver baylardan biri bulup Muslacı Muhiti bilen Mahmut Muhiti bu ailedeki 1931 yılı Komul'da başlangan Gojniyaz Hacim başlığıdaki inqilabga qatnaşkan ve bu inqilabga destek verip Turpan'daki Uyghur cemaatinin qozg'alishi ve bununla destek verip ta ki ömrünün ahırgıca Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin davasını Yaponiyagacha ilip verip en ahırda vatanga qaytib vafot bo'lgan bizning merhum harbiy qo'mondonimiz ve tariximizdeki meşhur zatlarımızdan biri bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. Şu bugünkü temamizniki şu Tokyo'daki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin iznalari tuzgamdi. Müşahidin başlap bir mangam bolsa ham kim mesela Yaponiyada en ahırkı elbette burunqi yüzlerce yıllık tarix qaysak uzun bir gapamdi. Şu Cumhuriyet'in aldığı keyinde mesela Şarkı Türkistan davasını, Şarkı Türkistan meselesini Tokyo'da mesela Yaponiyada kimler başta uruqsep mangan bu vaqtda biraz ma'lumot beramiz. Buludu yani Mahmut Muhiti'nin Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 15 kişilik heyetinin ki Tokyo'ya beriştin aval yani Yaponiya hükümeti bilen Şarkı Türkistan meselesinde kövrüklük rol oynagan ve tuncu qetim bu alaqını bağlagan zat Xoten emiri Muhammed Emin Boğra'dan söz içişimizge doğru geldi. Muhammed Emin Boğra Xoten'den yani sergendarlık hayatını Afganistan'da başlayan vaxtıda Afganistan Taşqı İşler Ministerligi Muhammed Emin Boğra bilen köp qetim söhbet ötküzüş arqılıq Şarkı Türkistan'ın yani Xoten halifesi Muhammed Emin Boğra'nın Afganistan'da sürgünde hayatta yaşavatqanlığını Afganistan Kabul'daki Yaponiya baş elçisi Kitadağa uçur verdi. Kitadağa uçur vergenden keyin Yaponiya'nın Kabul'daki baş elçisi Kitada Muhammed Emin Boğra bilen söhbetini başlaydı ve 35. yılda 1. aydan başlap Şarkı Türkistan hakkında Muhammed Emin Boğra'dan ağan uçurlarını Tokyo yani Taşqı İşler Ministri bolgan şu vaqtdaki Hiroto'ga bevosita maxfiy sifir bilen telegramı yollap Şarkı Türkistan'ın şu vaqtdaki siyasi vaziyetini yani Tokyo'daki Yaponiya hükümetiga telegramlar arqılıq yetkizişi arqılıq Muhammed Emin Boğra bu yolunu açқан. Muhammed Emin Boğra bu yolunu başlagandan keyin 33. yılı 11. ayının 13. günü kurulgan Gojniyaz Hacim, Sabit Damullam, merhum Mahmut Muhiti başlığıdaki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti 1934 yılı 2. ayda yani Mahusen koşullarındaki hücumu uçurap acizlangandan keyin bular Gojniyaz Hacim ve başkalar Şengizsey'nin tozuğa uçuşup Ürümçi'de kalıp kılıp bularga yani Ürümçi'ye qaytış ve Şengizsey bilen söhbet kiliş tekliftir oturup koyulgan vakitte Mahmut Muhiti Şengizsey'nin ki bu tozaq kurvatqanlığını bilgenligi üçün bu tozaqdan qutulup çetelge çıkış niyetide bir kısım özünün ägeş küçülerini Ladak arqılıq Keşmer'e çıkıdı ve Keşmer'den Hindistan'a verip Hindistan'dan 37. yılı
Mahmud Muhiti Mekke Mukarramga bordi. Mekke Mukarramga borgan vaqtida 1937-yili, ya'ni Mekkadagi Qashqarobodga tushib yerlashdi. Hajni tugatgandan keyin, ya'ni qaytib keldi. Hajni tugatib qaytib kelish safarida hozirgi Pokistonning Lahorda ularninki, ya'ni mol-mulk xazinasini musodara qilishdan iborat bir g'avg'o chiqib, ya'ni yerlik saqchilar qilgandan keyin shu jidalga aralashib qilib, ma'lum mazkur turmida yotdi. Turmidan chiqqandan keyin Mahmud Muhiti vatanga qaytib keldi. Vatan qaytib kelgandan keyin, ya'ni bu jarayonida ular Muhammad ibn Bo'g'ra bilan aloqa bog'lab, Ladakhdagi vaqtida Muhammad ibn Bo'g'raning yo'l yo'rig'i bilan, ya'ni Yaponiya hukumati bilan ko'rishib, Yaponiya hukumatining moddiy va ma'naviy yordamini talab qilish istigida bo'lganligini, ya'ni bu Yaponiyaga berish xaritasini tunji qitim Muhammad ibn Bo'g'ra Mahmud Muhit boshlig'idagi kishilarga aytgandan keyin, Mahmud Muhit vatanga qaytib kelib, o'zining qarzlarini iqtisod bo'lmaganlikdan o'zining turpanda qolgan qarzlarini to'ysa oltinga setib, o'zi iqtisod to'plab, o'zining 15 kishilik heyeti bilan Shanxayga keldi. Shanxayga kelgich bo'lgan orliqda Shanxaydagi konsulxona bilan ko'rishib, ya'ni Yaponiyaga o'zlarining berish va Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiga iqtisodiy va ma'naviy yordam talab qilish istaklarini o'tirib qo'ygandan keyin, shu vaqtning o'zidagi Manjuriyada turayotgan ya'ni Manjuriya o vaqtda Yaponiyaning qo'lida, Manjuriyada turayotgan Manjuriya temir yo'l ishlari bo'limininki boshlig'i Takeuchini, ya'ni ko'p qitim bular bilan ko'rishib, suhbatlashganlik uchun Takeuchininki taklif bilan Yaponiya konsulxonasi shu vaqtning o'zida bularga, ya'ni Yaponiyaga berish ijozatini berdi. Bular Tianjin orqali 15 kishiga yetdi. Kobe'ga yetib keldi, Yaponiyaning Tokyoga yaqin bo'lgan Kobe shahriga yetib keldi. Kobe shahriga yetib kelgandan keyin shu vaqtdagi Tokyodagi tatarlar, Qozon tatarlari, marhum İbrahim, Abdurashid İbrahim boshlig'idagi o'mak bularni berib, Yaponiya islom dini jamiyatininki mas'ullari bir qism musulmon yaponlar berib, Kobe'dan bularni kutib oladi. Shuning bilan 1939-yili 5-oydan boshlab Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 15 kişilik heyeti Tokyo'da özünün faaliyetlerini başlaydı. Bunların kilişteki sebep, yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ndeki destek istes, bulara yol göstergen adam Muhammed ibn Bo'g'ra şu yol bilen bular Tokyo'ya gelip Şarkı Türkistan davasıga bir yol izleş ve Şarkı Türkistan davasıga maddi yardım talep kılıp Tokyo'da özünün faaliyetlerini edip vardı. Tokyo'da faaliyet edip beriş jarayonida bular, yani hükümet tarafı bilan görüşüş, şu yerdeki Tatarlar cemiyeti bilan söhbetleşiş, köplegen Yaponiyadaki siyasotlar bilan uçuş arkalık özlerinin talebini oturup koyup, bu talepke Yaponiya hükümeti cevap bergichi bo'lgan arlıkta, bular Yaponiyada şu cevabını saklavatkan arlıkta, Yaponiya Tokyo'daki Angliya elçixonasininki oldini o'tib ketdi. Angliya elçixonasining oldini o'tib ketgandan keyin, voy bu yerda Angliya elçixonasi bor ekan. Angliya elçixonasiga kirib bir dardimizni aytib, shu moddiy va ma'naviy istak bu yordamni olib qolsak ajab emas deb, bular Angliya konsulxonasiga keladi. Angliya konsulxonasiga kirib chiqib, undan keyin qolgandan keyin Yaponiya taraf bularning savollariga javob bermay, bularning taleplerini o'rinlamay yo'lga sap qo'ydi. Bu yerdagi Tianjinga yo'lga soladi. Tokyodan Kobe, Kobe'dan Tianjinga yo'lga soladi. Chunki u vaqtdagi harbiy paraxodlar Xitoyning Tianjin bilan Kobe orlig'ida qatnayotganligi uchun bexatar bo'lganligi uchun bularni shu orqali qaytirdi. Takeuchining aslimisi qargan vaqtimizda bularning qaytirgan vaqti nechinchi yili? 40-yili. Bularning ketgan birdan-bir xatolik Angliya konsulxonasiga kirib qo'yganligi uchun deydi. Takeuchi o'zining aslimisida Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 15 kishilik heyetining Yaponiya tarafidan so'g'oq muomalaga uchrab, Beijingga qaytarilishdagi sabab ularning Angliya elchixonasiga kirib yordam so'raganligi. Tianjinga qaytarilishdagi sabab. Tianjinga qaytarilishdagi deydi. Ya'ni u vaqtda Yaponiya bilan Angliyaning munosabati nihoyat ijlik munosabatda bo'lganligi uchun Yaponiya yana o'zininki düşmanı bilen boğan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 15 kişilik heyetinin elbette İngilizler bilen söhbetleşip, ular bilen bir üstelde oturup bu meseleni hal kılış işini halamaganlık için ularning taleplerini rad qilgan deydi. Bu Takeuchininki aslimisi de bu mesele oturup koyuldu. Yani bu
Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 15 kişilik heyetinin hemiz kaytırılmaydı. Mesela o vakitin özü de Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bağılan 15 kişinin içinde Yaponiya tarihi materyallarda hemidin köprek uçuraydığını. Birincisi Muhammed Emin Kaşgari. Muhammed Emin Kaşgari tek xeyli yakınca Saudi Arabistan'da yaşayan Muhammed Emin İslam. Muhammed Emin İslam yani Yaponiya tarihlarda Muhammed Emin Kaşgari deb hatırlanıdı. Bu adam asli özü yelken ilişkili adam. Keyin bir mezgil Yaponiyada yaşab Mahmud Muhitila bilan birlikka kelgandan keyin bir mezgil u yerda yaşab keyin Saudiya Arabistonga qaytib ketgan va Saudiya Arabistonda vafot bo'ldi. Muhammed Emin Kaşgarining Tokyoda qabul qilishdagi birdan bir sabab shu vaqtdagi Tokyodagi yani 1938 yılı 5. ayının 15. günü kurulgan silingan Tokyo camisi yani Yoyogi camisi deydi. O vaqtdagi Yoyogi camisiga imamlık qilayotgan Qazallık yani Rusya təvəligidən kelgan və Osmanlı vətəndaşlığı ega bo'lgan Abdurishid İbrahim o camiye imamlık qilayotganligi uchun Muhammed Emin Kaşgariga taklif qo'yib, "Men o'lib ketsam, camide imamlık qiladigan adam yo'q. İslamni davomlashtiradigan adam yo'q. Senin İslami bilimlerin yetaklik bo'lganligim uchun meningdan keyin bu camiye imamlık qil va mening İslami faaliyetlerim sana amanet olsun. Sen burada davamlaştır deganlik uchun Muhammed Emin Kaşgari Abdurishid İbrahim'nin taklifi bo'yicha qolib qoladi. Abdurishid İbrahim'nin taklifi bo'yicha qolib qoladi va shu vaqtning o'zida Mahmud Muhitla kelib 40 yillarning o'zida qurgan Şərq Türkistan İstiqlal Mərkəzi var. İstiqlal Mərkəzinin rəhbərlərindən biri bo'lgan Mahmud Muhitning aksi Muslacı Muhitim qolib qoladi. Yani ular kelgan vaqtida qurgan Şərq Türkistan İstiqlal Mərkəzining raisi gerçi şu vaxtda Muhammed Emin Boğra Yaponiyada bo'lmasimi Mahmud Muhiti barlıq yol xəritəsini Muhammed Emin Boğra sızğanlığı üçün Yaponiyaga. İstiqlal Mərkəzinin raisi Muhammed Emin Boğra bo'ladi, muavir reislerden Mahmud Muhiti ve Muslacı Muhiti bo'ladi. Yani Mahmud Muhitininki butkul yenida yani bir yani bu tarihi yazmalarda uchraydi Yaponiyada. To'xtabekzada degan bir kishi var. Üçüncü şəxs. To'xtabekzada. Yani birincisi Muhammed Emin Kaşgari camiye imamlık kılıyordu. İkinci şəxs Toxtubekzade. Toxtubekzade'nin özü Kaşgar'daki danlıq baylardan biri. Hoş. Toxtubekzade. Toxtubekzade'nin yani bu yerdeki Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kuruş için Mahmud Muhitla dəstək qitim Kaşgar'a kelgan vaqtda Mahmud Han Hacı Bayavacı degan Kaşgar'ның beyi 62 mo'luq bir begini Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin mücahitlerinin yetip kopuş için ularınki yemek içmeklerini hemmini təminləb Kaşgar baylardı Hamid Hacı Noci degan adam. Şu üstüge algan. Hamid Hacı Noci'ninki bayınınki yani tuqqallardan biri bo'lgan Toxta Hacı yani Kaşgar'da Toxta Hacı'nın mektebi deydigan bir mektebim barken şu mektebni kurguchilardan biri bo'lgan katta baylardan biri bo'lgan Toxtubekzade Yaponiyada qolib qoladi. Yani Yaponiyada Mahmud Muhiti bilan kelgan 15 kişilik heyetning ichidan birincisi Muhammed Emin Kaşgari, ikincisi Toxtubekzade, üçüncüsü Muslacı Muhiti. Yani Muslacı Muhiti Mahmud Muhitning aksi 1941 yılı 8. ayının 19. günü Allah'ın rahmetiga erişidi. Yana bir zat Toxtubekzade Mahmud Muhitining Ordu tili tercümanı bu adam. Yani Toxtubekzade'ninki ailesi aslida Keşmir'de bo'lganligi uchun Keşmir, Turpan, Ürümçi ayrılığında nayt katta baylardan biri. Bular iqtisadi jihatdan Mahmud Muhiti Qashqarga kelgan vaqtda nayt bayliqlarni, o'zlarining pullarini, mollarini bergan adamlar. Shuning uchun bularning munosabati nayt qo'yuq bo'lganligi uchun, masalan Mahmud Muhiti ailesi Turpandagi dangliq baylardan. Mahmud Hacı Bayvachchilar Qashqarning dangliq baylardan. Toxtubekzodemi Qashqarning dangliq baylardan. Bu iki yurtning bayları toplaşıp Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'ne maddi ve manevi cihetten destek verip ve kiyimi Yaponiya kelgich bo'lgan arlıqda bular beraber kelgan. Yani Yaponiyada qolib qolgan Mahmud Muhitininki 15 kişilik heyetidan birincisi Muhammed Emin Kaşgari, ikincisi Toxtubekzade, üçüncüsü özünün merhum aksi Muslacı Muhiti. 1955 yılda Toxtubekzade vafot etdi. Toxtubekzade Yaponluq bir xonimga o'ylanib onun bir kızı buludu. O kızı keyingi vaqtlarda Beijing'deki Xitay Yaponiya büyük elçiligida ishlaydi. Büyük elçiligida ishlagan vaqtida o'zininki
Dadiston tuqqanlarını izlep, Qashqarga köplеген xatlarni yezip, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu talablarni o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, ular rad qilindi. Qiziq keyin qaytib kelgandan keyin To'xtibek zodining orzusi bo'yicha bu qizimni men bir musulmonga o'yli qilsam, ya'ni Turklardan birisiga bersam degan o'zining niyati bilan Turkiyadan bir o'quvchini keltirib o'zining yeshi bilan tang bo'lgan. O'yli qilib, Tokyoda güzel bir ailesini qurgandan keyin Allah'ın takdiri bilen kim bu kız rak kesili bilen Tokyo'da vefat oldu. Hazır Tokyo'daki Tama kabristanlığı da Muslacı muhitinin kabrisi yine de Toktibek Zadi'nin ki ya yeni bir terpide kızının ki bu kabirleri üyede saklanmakta. Muhammed Emin Qashqari keyinki hayatını devamlaştırmak için Suudi Arabistan'a gidiyordu. Muhammed Emin Qashqari Yaponiya tarihlerinde nayet konkret oturup koyulduğu adam. Bu hatta şu vakitin özü de Tokyo'da Yeşil Öy degan namda tunji Uyg'ur ana til maktabini qurgan adam. Hem Tokyo Camisining imami, hem Yeşil Öy'de Uyg'ur tilida Yaponlarga ders bergan Uyg'ur tili maktabini ochgan mashhur zotlardan biri bo'lganligi uchun Yaponiya tarixiy materiallarda Muhammed Emin Qashqari, To'xtibek Zoda, Muslacı muhitlarining ismi ko'p uchraydi. Qolgan 12 kishi qaytib ketgan. Qaytib ketgan. Muhammed Emin Bog'ram bormi? Qaytib ketganlar. Muhammed Emin Bog'ra Tokyoga bormagan. Muhammed Emin Bog'ra faqat Kabulda turish jarayonida bular yo'l kesdi. 35-yili 11-yil kuni Afg'onistonda turayotgan vaqtida Yaponiya boshlovchisidan ko'rishdi. Evet, şu vaqtida ko'rishib, Kishtada bilan tunji aloqani bog'lagan adam shu. Hatto Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun o'zining qo'ygan talablari bor. Muhammed Emin Bog'raninki o'tirib qo'ygan talablarining ichida maxfiy telegrammalar ichida, hatto Yaponiya hukumati bizga 5000 tane miltiq bersin degan talablari bor. 5000 tane miltiq bersin, biz mushlarni qo'g'lab chiqarib mustaqil davlatimizni asliga keltiraylik dedi. Çünkü o vaktin özüde Yaponiya Sharq Turkiston meselesiga nayet qiziqayotgan vaqt. Mesela Yaponiya'nın Tashqi ishlar ministrligininki arxivlari qaraydigan bo'lsa, ko'plagan telegrammalar uchraydi. Çünkü Yaponiya'nın o vaqtdagi strategiyasi, yani Manjuriya 32-yilda Manjuriya qurilgandan keyin Yaponiya Manjuriyani kontrol qilish uchun albatta ichki Mo'ngolni tutish kerak. Ichki Mo'ngoldan boshqa Sharq Turkiston. Yani Yaponiyanın o vaqtdagi bazı Yapon tarixchilarning o'ttirib qo'ygan fikrlarda Qing sulalasi Sharq shimolini tutib turish uchun Xitoyning ichki Mo'ngolni tutib turish kerak. Ichki Mo'ngolni saqlab qilish, tutib turish uchun Xinjiangni saqlab qilish kerak degan strategiyasini qo'llanganligi uchun Yaponiya ham keyingi vaqtda Manjuriyani saqlab qilish uchun Sharq Turkistonni tutib turish kerak degan niyat bilan butkul Sharq Turkiston tuproqlaridagi chegaralangan o'lkalar, davlatlarda turayotgan konsul, baş konsul bularga Sharq Turkiston haqida uchur to'plashga buyruq berdi. Mesela Kabuldagi Yaponiya 5-6'sı, İstanbul'daki, Kahire'deki, İskenderiye'deki bular Sharq Turkistonga ait material, gezet, jurnal hamma narsani to'plab Tokyoga yetkazib turdi. U vaqtida Tokyo'ninki endi ba'zi ma'lumotlar qargan vaqtida Sharq Turkistonga Abdulhamid İkkining o'g'li Abdulkarim Xonni podshoh qilib, bu yerda Sharq Turkiston tuprog'ida Osmanlı imperiyasining oxirgi davrini davom qilib, O'rta Osiyoni egallash va O'rta Osiyoni kontrol qilish orqali Sovetlar ittifoqining, ya'ni kommunistlarningki kuchini azaytish, ularga taqobil turish bir strategik planining bo'lganligini qayd qilib o'tadi. Yani şu vaqtdan tortib toki 44-yilgacha bo'lgan oralikda Yaponiya elçixonalari, Yaponiya istihbarat organlari Sharq Turkiston masalasi haqida ko'plagan uchurlarni to'plagan. Bu uchurlarni, telegrammalarni Yaponiya harbiy istihbarat organlari va Tashqi ishlar ministrligining hujjatlaridan hozir ko'rgili bo'ladi. Masalan, bu yerda bir doklad var. Xinjiangning hozirgi ahvoli, vaziyati deydigan 7500 betlik. 7500 betlik şu dokladninki şu materiallarning ichida 7300 bet. Yani umumiy dokladning 97%'ni Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetiga ait ma'lumotlar. Yaponiya u vaqtida shundoq yolg'iz Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti emas, hatto Afg'onistonda yashayotgan Musa Jarullah haqidagi uchurlar. Musa Jarullahning pasporti yo'q sharoitda. Bu Musa Jarullahni Afg'onistondan Tatarlarning yordami orqali Tokyoga kelib, Quddus meselesinde, mesela Palestin meselesinde dünyada tunji qitim qurultay chaqirgan davlat Yaponiya. Musa Jarullah shularni olib kelib Tokyoda to'plab
qurultaylarni içip Şarkı Türkistan meselesini qanday bir taraf qilish kerak. O'rta Osiyodagi Türklerning meselesini qanday bir taraf qilish kerak. Şu kadar büyük projelerni ishlaganligi uchun ulardagi materiallar bir kadar mükemmel. Yalnız Uyg'urlarga ait emas. Mesela Tatarlarga ait, Başkurtlarga ait köplagan materiallar Yaponiyada hozir saqlanib. Endi gibimizni yig'ib kelsak, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatininki 15 kishilik heyeti nima uchun Yaponiyaninki moddiy va ma'naviy dastiga erishamadi degan vaqtimizda Takeuchining gapi bo'yicha Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatining 15 kishilik heyetining inglizlar bilan ko'rishishi Yaponiya tarafining qarshi ilishga erishmaganligi uchun ular chiroyliqcha Beijing yo'l silindi dedi. Xo'sh. Beijing yo'lini silgandan keyin Tianjin qaytib kelgandan keyin ular Xitoyda turish imkoniyati bo'lmaganligi uchun Mahmud muhiti, ya'ni Yaponiya kontrolligidagi ishga mo'ng'ilib ketib, Ko'xotda yashaydi dedi. Ko'xot yashash jarayonida Mahmud muhitiningki tarixiy materiallar shunday deydi. O'zining 15 kishilik heyetini yig'ib, 3 soyadigan qolgan vatan ichida qolganlarning hammasini Ko'xotga yig'ib, bizda qolgan pul, oltin, kumush, mashinchilik narsa qolib qoldi. Buning endi o'lishib, har qaysimiz özümüzden hayat yolunu tapaylı. Biz vatan kurumuz degan istek arzularımız bilen mücadelelerini verdik. Bu jarayonda nurg'ulg'an qarindoshlarimiz şehit oldu, nurg'ulları g'ozi oldu, nurg'ulları turmalarda, nurg'ulları vayron oldu. Ama biz qolganlarimiz qolgan mush g'azini tang bo'lishib o'zimizdan hayat yo'lini topildi deydi. Shuning bilan bir qism Mahmud muhitiga ergash kishilar Ko'xotda qolib qoladi. Mahmud muhiti Tianjinga qaytib keladi. Tianjin qaytib kelgandan keyin Mahmud muhitining bir aşpizi var ve yine de bir özününki bir doktoru var. Mahmud muhiti. Yani bu tarihi materyallar değilmigen. Ama 2010 yılı Mahmud muhitinin aksi Mahsud muhitinin nevresi. Yaponiyada 3 ay ziyaret uğraş jarayonida, yani bizning uyda turdi, u yerda biz bu tarix haqida nurg'un so'zlashdik. Mahmud muhiti shajarasi deyilishicha, oilasilarning deyilishicha. Mahmud muhiti Tianjin kelgandan keyin zahar berib o'ldirilgan. Yani Nanjing hükümeti, Kuomintang hükümeti Mahmud muhiti Sharq Turkiston qaytsa, yana to'polon chiqarib ishga erishishi mumkin degan buyruq bilan Mahmud muhitining eng yaqinlaridan bo'lgan bir kishi, uning doktori, uning dori hazırlaydı, aşpizi tamog'i sevetgan, shuning bilan Tianjinda Mahmud muhiti vafot bo'lgan deydi. Ailasidagilarning endi bu deb berishicha. Tianjinda vafot bo'lgandan keyin Mahmud muhiti, nurg'ulg'an kishilarimiz Mahmud muhiti haqida xato ma'lumot qilgan. Beijingda vafot bo'lgan deydi. Mahmud muhiti ailasininki shajarasidan qarasak, Tianjinda vafot bo'lib, keyin Beijingga jasdi kelib, Xitoyning Badaling shu qabristonlarga qo'yilgan. Mahmud muhiti vafot bo'lgan vaqtda Mahmud muhitininki ailasidagilarning jamiyatining deyishicha, uyini aqtirgan vaqtida faqat bir parcha Qur'on Karimdan boshqa hech narsa chiqmagan deydi. Yani Mahmud muhitining hayoti o'zgardi, shundoq bir boy bo'lsa-mu, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatiga to'plangan xazinalarni eng oxirisida o'zining sabdoshlari bilan qandoq bo'lishganligi, bu sabdoshlari Ko'xotda yashagan va keyin bir qismi Sharq Turkistonga qaytib kelgan. Ama Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatining yemirlishida nurg'unlagan shubhalik yerlar bor. En oxirisida Mahmud muhitining vafot bo'lishicha, suiqasd uchrab vafot bo'lishicha. Çünkü Mahmud muhitining 15 kishilik heyetining ichida Nanjing hükümetining bir adamı bor edi buning ichida. Bu Yaponiya arxivlarida bor. Bu adamning kimligi, bu adamningki qanday nima ish qilganligi Yaponiyaga borgan 15 kishilik heyetning ichida birisi bor, bu Ladakhdagi. Masalan, ajablanasiz, shunday ajablanasiz. Mahmud muhitlar Ladakh kelgan vaqtida Kashmirdagi Uyg'urlarga bir parcha xat yozadi. Biz Kashmirga bormoqchi, biz moddiy va ma'naviy sizlarning dastinglarga muhtoj deydigan. Mahmud muhitining bu xati Ladakhda yozilgan xat Kashmirdagi Uyg'urlarning qo'liga tegmay, Kabuldagi Yaponiya bosh elchisi Kitadanning qo'liga tegib bo'ladi. Bu xat Ladakh'tan Nanjing'e kelib, Nanjing'dan Yaponiya hükümeti kelib, Yaponiya hükümeti Kabuldagi o'zining bosh elchisiga berib, bularningki ish harakatini kontrol qilinglar deydi. Sharq Turkiston mustaqillik harakatininki bir turkum erken adamları Ladakh atrofida faoliyat qilyapti deydi. Chunki u vaqtdagi Nanjingdagi Kuomintang istixboroti Yaponiyaning qo'lida bo'lganligi uchun Kuomintangning istixborotchilari Ladakhda yozilgan xatni qo'lga tushirib, Yaponiya hukumatiga topshirib berdi. Bu
Bu şübhelik narsalarni aytacak. Keyin haq Yaponiya mutaxassislari deydi, 15 kishilik hayotning ichida bir odam 90 necha yoshgacha yashab, Urumchida tinch-aman o'ldi deydi. Ras o adam bor, o'ldi. Ama bu adamninki tarix to'g'risida, bu adamninki şübhelik yerler to'g'risida dalil isbotliq bir kitap var. O kitabni tayyorlayapmiz. O chiqqan vaqtida tafsil to'xtalmasak, 15 kishilik hayotninki ichindagi yeringiz, 15 kishilik hayotning ichidagi bir Uyg'urga Nanjing Kuomintang istixborot o'rni Shanghaylik bir Xitoyni, Leviching degan bir Xitoyni musulmon qiz degan bahona bilan nikohlab Mahmud Muhitining yaqinlaridan birisiga bo'lgan nikohlandi. Amaliyotda bu Kuomintang Nanjing hukumati istixborotining odami. Bu Yaponiya arxivlarida hamma narsa turgan. Shuning uchun bu 15 kishilik hayotning butkul faoliyatlari, Mahmud Muhitining bu butkul faoliyatlari hozir bu arxivlarning hammasi ochiqdami? Hammasi ochiq bu. Hatto bu 15 kishilik hayotning ichidagi bu odamlarning qandoqligi ishkanligini yozgan aslimalar bor. Mesela bu aslimalarni o'qisangiz aytib ichinsiz hamda. Bu adamlar mesela Yaponiya mutaxassislari yozganlari bor. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati ichidagi eng omon eson uzun umr ko'rgan odam deydigan. Bu maqollar bor, o kitaplar bor. Buni keyingi bu kitaplar nashr qilingan vaqtda to'xtalishga to'g'ri keldi. Ammo odamning ichindagi yeri, yani bizdinki inqilobimizda shu vaqtdagi ular bizdan aqlli kerak. Ama Yaponiya hukumatini talab qilib turib, Angliya hukumatining, Yaponiya hukumatining shu vaqtdagi siyosiy dushmani bo'lgan dushmandan talab qilganligi uchun bir jumhuriyatning, bir davlatning moddiy manfaatiga taqashgan bir buyuk plan yarim yo'lda qoldi degan gapda. İçindagi yerimiz. Belki 15 kishilik hayotdagi Nanjing'dagi odamlar kishkiritib. Belki ular yo'l ko'rsatib ashta qilgan bo'lishi mumkin. Buzish uchun buzish uchun ashta qilgan mumkin. Maalesef nim bo'lsin, bu bir fojia. Shuning uchun biz mushu mujodalamizda nihoyatda diqqat qilishga tegishlik. O'sha davrlardan boshlab istixborotning qanday bir tarix saboqda, bir tarix. Masalan, Leviching degan qiz Shanghaylik Nanjingda sharq tillari fakultetida o'qiyotgan. Buningga keyin shundoq Uyg'urcha bir chiroyli ism bergan. Halima deb. Keyingi vaqtda shu Uyg'urlar Halima degan shu ot bilan Urumchida yashadi. Bu Yaponiya tarixi arxivlaridan bor. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 15 kishilik hayotida ularning ketganim bor. Bu odamning keyingi vaqtda o'zining yozgan bir aslimisi bor. Ma'mur Sijang bilan o'tgan 12 yil deydigan. Savdochilik jarayonida o'tgan nimalarim bor. Endi hammadan bak içindigini adamninki endi Tokyoga berib shu moddiy ma'naviy jihatdan Yaponiya hukumatining javobini bo'g'ichi bo'lganlikda biroz sabr qilgan bo'lsa, balkim Yaponiya moddiy ma'naviy jihatdan destak bergan bo'lsa, bizning ya'ni shu vaqtdagi islom jumhuriyatimizningki qayta asliga kelishiga bir turtki bo'lishi mumkin. Maalesef yani u vaqtida shundoq bir xatolik o'tganligi uchun Takeuchi degan o'zining aslimisida ularning Angliya konsulxonasi bilan ko'rishishi Yaponiya tarafini xush qilmadi, shuningdek ularni sog' salomat so'roq muomalaga uchrab Beijingga yo'lga salyapti deydi. Ya'ni Mahmud Muhiti boshliqdagi 15 kishilik hayotninki Yaponiyadagi faoliyatlari shu. Shu jarayonda ham yana Mahmud Muhitiningki tarjimoni bo'lgan To'xtabek Zodininki nurg'unlagan Uyg'ur urf-odatlari, Uyg'ur tarixiga oid e'lon qilgan asarlari bor. Bu asarlar shu vaqtda nim qilgan. Alloh razı olsun bulardan. Mahmud Muhitining aksi Muslaji Muhiti, To'xtabek Zodi, Muhammad Emin Qashqari shular ko'plagan asarlarni shu yerga yozib Yaponiya hukumatiga Sharq Turkiston mujodalasini anglatgan va umrining oxirgi nafsigacha bular kurash qilib bu yo'ldan yanmagan. Gerçi bular har bir yurtning donliq boylari bo'lsa-mu, o'zining moddiy va ma'naviyatini vatan mustaqilligidan iborat ulug' g'oya uchun sarf qilgan, hayotini sarf qilgan bizningki mashhur vatanparvarlarimiz ularni har zaman sevg'inishida va duolarimizda eslab turamiz. Alloh rahmat qilsin. Amin, amin. Endi Yaponiyada albatta bilgan endi baş temamiz, mavzurimiz Mahmud Muhiti atrofida ketyapti. Evet. Bu Cumhuriyetninki iznadiri Tokyo'daki bo'lib asoslangan.
Başka mı yeni buluşu mümkün? Onu ayrım program paylaşımdık ya ki eğer tilga eliş. Burada yani bu programımız Cumhuriyet'in iznadırı yani belki bunu mesela bunu da Yaponiya Tashqi ishlar ministerligining arxivlarida, Yaponiya harbiy istihbaratning arxivlarida bu haqdagi materiallarni aytib oldu. Mesela bu materiallarning %93% Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatiga aitdir. Mesela Mahrusan qo'shinlarininki Xotandagi Mahmud Muhitining qo'shinlariga hujum qilib, bularning kuchini tarmar qilish, Sovet Qizil Armiyasining buyrug'i orqali, Shinsi orqali bo'layotganligi, hatto Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining askarlariga Sovet ittifoqining Ermeni qo'shinlarini akirib, ya'ni Ermenilar bilan, ya'ni Ermenilarning musulmonlarga bo'lgan o'chmanligi nihoyat kuchli bo'lganligi uchun Sovet ittifoqi qo'shinlari ichidagi Ermen qo'shinlarini akirib, ularni qirg'inchilik qilganligi, bu haqdagi bu materiallar nihoyat ko'p. Masalan, Kitadaningki Kabuldan yo'llagan ma'lumotida Sovet ittifoqi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati haqida xalqaro ta'tir tashviqot elib beryapti. Yani Sovet ittifoqining Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatini inglizlar qurdi, inglizlarning qo'li orqali qurdi, inglizlar bularga destek verdi deydi. Amaliyotda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati Uyg'urlarning o'zining kuchiga tayanib qurilgan bir cumhuriyat. Bu cumhuriyatda inglizlarning hech qanday qo'li yo'q degan o'zining ko'z qarashlarini bayon qilgan Sovet ittifoqiningki shu vaqtdagi xalqaro tashviqotlari haqida yozgan o'ziningki maxfiy telegramlar va inshaalloh bu vaqtdagi kitoblarni tayyorlayapmiz. İnşallah bu yıl bulmasını keler yıl Ramazan'gıcı neşirden çıkışı aldı bulunduğumuz. Bu temalarda belki toplulup gelsek vakit söyleyip gitti de köylücülerinki yani bu temin olan kızık işinin buludu. Şu kitaplar neşir kılındığı vaxtıda bulup Mahmud Muhiti'ninki 15 kişilik heyetinin içindeki Nanjing hükümetininki kolu boğan, casusu olan bir adamınki bu hayatını Yaponiya istihbaratçı bir yazıdır. Bunun kanda alakalı, kanda boğalığı, bu nayet bir mükemmel yazılan tarihi materyal. Yani bunu inşallah Ramazan'gıcı bu kitaplar neşirden çıkıyordu. Kitaplar çıkan vaxtıda bu temiler hakkında tepsir toxtulsak buludu. Ama bir yerde savak aladığan iki iş var. Birisi Tokyo'ya bağlan 15 kişilik heyetinin Yaponiya tarafki eğitim sunup koyup İngilizlerin keşik kirip, ulanın düşmanı olan İngilizler bilen özününki bir üstelde oturup, özününki isteklerini oturup koyuşu, karşı tarafınki yani açığını koyganlık için ulanın teklifi red kılıngan. Yani her bir mücadelemizde, her bir işimizde biz hem yerden tam faydalı zeydiğen niyet emez, bizdeki menfaatimizge uygun boğan, bizge destek vereleydiğen yerlerden elip, ulanın düşmanı ve dostuna ayrışımızı doğru geldi diyen bu. Tarihi savakına ilişimiz gerekti. Yeni bir iş, özümüzdeki mücadele sepimizde nait saplaştırışının mühimliğini bilimizde. Mesela 15 kişilik heyetteki muş işlerini Yaponiya arxivlaridan biz aşağı Ladakh düştük ketken xatlarını, muş işlerini biz Yaponiya arxivlaridan bilmisek, bizdeki şu vaxtdaki arxivlerimizde bundak nesler kaldırılmalık için mesela şu vaxtda kaldırılgan Xitayçı olanda atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonunun tarihi materyallar kitaplarıdı mı? Bunlar bütünle burumlanan tarihler kaldırılgan. Ulanınki mesela tarih hakkındaki əslemelerini yazdırıp, Ünal ulağa evağandın ki bunu özlerindeki hayisi, siyasi hayisi boyunca özgertip çıkargalık için bunu ispatlaş bir kadar tez. Ama Yaponiya arxivlerdeki bunun qarab durub, biz bir kısım hükümlerimizi çıkaralayımız. Mahmud Muhiti ailesindeki mesela Yaponiyaya kelgen, ular 3 aydan aşağıda turgan, qabr ziyareti ve nuru olgan zayitleri bulup mu? Meninki ular bilen yani uzun yıllık hanımım tarafından tuqqandayçılık münasebeti bolganlığı için ularınki ailesinin bazı şecerleri bu haqqdaki etrafdaki materyallar var. Hatta şu vaqtda ötküzülgen Mahmud Muhiti'nin öldürülüşü haqqındaki avazlık xatirlerimi var. Mahmud Muhiti'ninki bulardaki hazır tarihi materyallarda yazılmagan tarafları mı? Şu büyüklerinin Allah rahmet kısmını ular tüyep gitti. Ularning avazını koygan bir kısım bizninki materyallarımız var. İnşallah bu materyallarımızın muşundaq tarihi programlarımızda ve tarih kitaplarını yazgan vaqtida elbette halkımız bilen yüz görüştürüşke tirişmen dep oylayman. Çok rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten yani nazik Allah'ım zihnimde nurgun suallardır kaynap gidiyordu. Programımızın vakti hazır tügeşke yıkılışıp kaldı. Müşahilemde Muhammed Emin Buğra 35. yılı 11. ayda Afganistan'da sürgünde yaşayatqanligini tilg'alib o'tdingiz.
33 yılı Şarkı Türkistan Cumhuriyetimiz kuruldu. Muhammed Emin Boğra'nın bu tarihlarda Afganistan'da turuşu nima üçün? Muhammed Emin Boğra yani Xotan xalqligini qurgandan keyin, u yerda yani nurg'ulg'an mahbusan qo'shinlari kelgandan keyin, u yerdagi turish mumkinchiligi bo'lmaganligi uchun Muhammed Emin Boğra'nın fikri bo'yicha Afg'onistonga ketib, Afg'onistondan 10 ming kishilik yollanma qo'shin taklif qilmoqchi bo'ldi. Muhammed Emin Boğra. 10 ming kishilik yollanma qo'shin taklif qilmoqchi bo'lgan vaqtning o'zida Kabulda turayotgan Turkiya bosh elchisi bilan uchrashdi. Baş elçisi bilan uchrashgandan keyin bu baş elçi bu niyetini yandırıp ötüdü. 10 ming kishilik yollanma askar elishingga bo'lmaydi. Sizlar qaytib berib shu yerda Xitoylar bilan o'zinglarning haq-huquqini talab qiladigan, oliy avtonomiyani talab qiladigan mush shaklda qilsanglar, Xitoylar bilan o'zinglarning haq-huquqini qo'g'daydigan qilsanglar, o'zinglarning tuprog'ini saqlab qolaysizlar dedi. Kabuldagi Turkiya elchisi Muhammed Emin Boğra'nın əslimizdeki materiallara qaraganda. Muhammed Emin Boğra'nın 10 ming kishilik yollanma askarni to'plab kelib, yana qaytadan mujohidlar bilan jihad qilish istigini u yerdan qolib qoldi. Hatto bu fikrmi keyingi vaqtda 37-yilning o'zida Aysa Yusuf Aliptekin Istanbulga kelgan vaqtidami Muhammed Emin Boğra bilan Kabulda uchrashgan bu bosh elchi bilan Istanbulda o'tkazgan bir dialogi bor. Mesela Aysa Yusuf Aliptekin'in şu vaqtda o'tkazgan dialogida sen nima deb kelding desam, men mustaqilligimiz uchun, mujohidamiz uchun keldik deganda, ikkinchisi deganda bir qism yoshlarimizni Türkiye hukumati bizga tarbiyalab bergan bo'lsa kerak degandan keyin Aysa Yusuf Aliptekin bu talabini Anqaraga berib demoqchi. O'zining aslimizda bor. Degandan keyin birinchi talabingda yon deydi. Ikkinchi talabingni Anqara o'ylashi mumkin. Chunki sendek mushtar bir fikrda bo'lgan Kabuldagi Sharq Turkistonlik Muhammed Emin Boğra bilan uchrashgandim men deydi. Aysa Yusuf Aliptekin'in şu vaqtdagi bergan javobi nima bo'ladi İstanbul'daki? Sen ötügünni kiyib berib, Çin Yaponiya bilan urushyapti. Shular bilan urushib, shularning ishonchisini egallab, shu yerdagi o'zinglarning tuprog'ini qo'g'daydigan oliy avtonomiya talab qiladigan mushishni qilinglar deydi. Kabulda turayotgan bosh elchi Muhammed Emin Boğra bilan uchrashdi. İstanbul'da merhum Aysa Yusuf Aliptekin bilan uchrashdi. Yani şu vaqtda Muhammed Emin Boğra, bular asli Muhammed Emin Boğra'nın aslimisi bilan Aysa Yusuf Aliptekin'in aslimisi bor. Bular xatirlar qoldirgan. Muhammed Emin Boğra'nın Kabulda turishi shu vaqtida askarlardan bir qismi ketdi, o'zi bilan birga bo'lgan askarlar. Ketgandan keyin askarga muhtojlik, yollanma qildi. Hatto Muhammed Emin Boğra'nın shu yerda turish imkoniyatimi bo'lmaganligi uchun Afg'oniston Tashqi ishlar ministrligi buni chegirdan chiqarib xavfim duch kelgan vaqtida Afg'oniston Tashqi ishlar ministrligi Yaponiya bosh elchisi orqali buni suhbatlashib, sizlar qiziqayotgan Sharq Turkistondan shunday bir sargandar rahbari keldi degandan keyin, "Voy, to'xtatib qo'yinglar buni. Biz uning bilan suhbatlashib mem qilamiz" degandan keyin Afg'onistonning Tashqi ishlar ministrligi Yaponiya hukumatining taklifi bo'yicha shu vaqtda Muhammed Emin Boğra'ni u yerga turishiga ijozat bergan. Bu tarixiy arxivlarda shunday deb yoziladi. Shu shaklda bo'lganligi uchun Muhammed Emin Boğra 5000 dona miltiq ve maddi, hatta Şarkı Türkistan müstakil olsa, Şarkı Türkistan'dan sizler aladigan baylıklarını, 9 maddelik kelişimlerini yazıp Yaponiya hükümeti sundu şu vaqtda. Ama bu vaqtning o'zida Mahmud Muhitala 2. Cumhuriyet'nin bulup, Ladakh kelgan vaqtida bular yo'l ko'rsatish shaklda Yaponiyaga borsanglar, mana destek bo'lishi mumkin. Bizden mushunda bir bağlantımız var degandan keyin Muhammed Emin Boğra'nın yol xaritasi bilan bular kelib, Şanghay orqali Muhammed Emin Boğra'nın xaritasini Şanghay orqali kelgandan keyin Shanghayda uchrashgan vaqtida sizlar nima uchun keldinglar deganda Muhammed Emin Qashqarning yozgan 2 parcha asari bor. Mushu asarni berdi, u asarni Tokyoga yevatdi, tarjima qildirdi. Bizden mushdan mujohadalarimiz bor, Sharq Turkiston Cumhuriyetimiz vayronchilik uchirdi, mushdan elchilik keltirish degan talablarni o'tirib qo'ygandan keyin bularning talablari ma'qul bo'lib, Parxot orqali, Tianjin orqali Kobe'ga kelib Yaponiyada bu mujohadalasini elib berishga muyassar bo'ldi. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Bir şeyle ahırlaştırsak hakikaten tepsili kılanmasak mı yani elbette sözlep kessek nurgun meselelerdi bu. Bu vaxtki bir kitaplar çıkıdı. Kilerciler Ramazan'dan ilgili bu vaxtki kitaplar çıkıdı. Kitaplar çıkan vaxtda tepsili körörmelerimizge tepsili versek buludu. Yani bugün biz yani bir Müslüman buluş süpütümüz bilen Mahmud Muhit'nin aksi, Muslacı Muhit'nin royuğu dua qilish, onun vafatının 80 yıllığını hatırlaş yüzünden keng Uyghur cemaatine bu haqda bir uçur verish,
Onun vafatının 80 yılını hatırlaş ve ulanın edip bağan Tokyo'daki faaliyetlerini kısa cereyan arkalı keng körgüçüler bilen söhbetleşini ettiler. Bunu kısa kıldık. İnşallah bu vakit kitaplar tepsili çıkandan keyin yani Ramazan'dan ilgili vakit tepsili uçurlarını versek buludu. Körülmelerimizin uçurları bolsa sizge yollasa yani inşallah cevap verimiz. Köp rahmet, nayeti köp rahmetlerini etip kılıvatıdın, rahmet yezipti. Hemmeyle rahmet etimiz bizim körülmelerimizge. Kadirli körülmelerimiz şuna kalıp Öçmez İzler programımızdaki birinci saniye müşahede ahırlaşır inşallah. Körüp bəgin Allah üçün, fikir bəgin Allah üçün rahmet etimiz. İnşallah Rabbim ömür bəsə. Her ayda bir qıtım muşin bir tarixi udulab, muşu rəhbərlərimiz, ziyadiyelerimiz haqqında söhbət qılımız inşallah. Kıymetlik fikirler bu programaga alaqadar bolsun, suallarınlar bolsun, yollaşanlarını ümit qılımız inşallah aldığımızdaki sanda eğer arqanda bir suallar bolsa cevap verişke tayarımız. Yeni bir qıtım qısanda görüşküçe aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.